Cemaat assalomu alaykum. Kechki savdoga beraka. Şol birinchi tuvush qunajinni ko'ringizlar. Qunajin cho'ng qunajin. Qunajinning bo'yi pashti 1.30 ga yaqin. 1.28-29 chiqadi. 4 kishi ham bo'ldi. To'pog'i bunaka. To'pog'i urg'achi. No'g'i qunajin. 4 kishi qunajin. Adresimiz To'losda, G'ayvali ko'chasida. Kimda kim sovuchamin menchiga desa chalaverasizlar. Birinchi bob. Toza. Dehqonning moli. Primoy dehqondan keldi, hozir keldi. Ақчасы жақын 160 мың сом, аз кәмі бар. Топақтан тышқары 6-7 литр sütü var dedi dehqon. Biroq to'shnasin bilmayman. Savob ko'ralakmi biroq. Yemi keldi. Bunaka jelin boshlari. Bog'i topoq, urg'ochi topog'i. Qunajin zo'r qunajin. Bunaka oldidan dag'i, orqasidan dag'i qarmataverak. Jelinlari toza. 4 jelin 4 yerda. Jelinlar yumshoq. Mazza qilib sovutirgan. Kimda kim olam desa jechaverasizlar. Jelinlar kuchli. 4 jelin 4 yerda. Qunajin sifati zo'r. Adresimizni aytdik. Cho'ng qunajin. Dastavkalar bo'ladi. Qirg'iziston bo'ylab dastavkalarni uyushtirib beramiz. Qashaki qunajin emas, cho'ng. Qunajin mucholari ham zo'r. Kimda kim yoqtirsa chalaverasizlar. Jelinlari ham zo'r.